Assalomu alaykum. Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy, iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi. Insonning huquq va erkinliklarini poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatorida joy olgan. Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarliklar holatlariga qarshi kurashish, ularga yo'l qo'ymaslik, jinoyatga jazo albatta muqarrar ekani to'g'risida qat'iy choralar ko'rish bo'yicha qator qonunchilik normativlari qabul qilinib, amalda ishlamoqda. Ayniqsa, 2017-yil 3-yanvarda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuni kuchga kirgani korrupsiyaga barham berish uchun barcha asoslarni yaratib berdi. Joriy yilning 5-mart kuni Prezidentimiz raisligida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda yurtboshimiz nutq so'zlab, unda korrupsiyaning oldini olish, davlat xizmatiga professional va fidoyi kadrlarni tanlash hamda ularning halollik vaksinasi bilan emlashdan boshlanadi deb ta'kidladilar. Islohotlar hal qiluvchi bosqichga kirayotgan hozirgi vaqtda korrupsiyaning tag tomiri bilan kurashish uchun avvalo inson omili va qog'ozbozlikni kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli barcha sohada raqamli texnologiyalar rivojlanishini, inson omilining kamayishi korrupsiyaning tomiriga berilayotgan kuchli zarba hisoblanadi. Korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan Compliance ichki nazorat bo'limi tashkil etilgan bo'lib, agentlik tizimidagi barcha tarmoqlari kunlik nazorat qilib boriladi. Shuningdek, agentlik tizimida davlat xizmatlarini ko'rsatish to'liq raqamli texnologiyalar asosida olib borilmoqda. Jumladan, eksport, import, tranzit ruxsatnomalari, laboratoriya tekshiruvlari, tuproq tahlili, tashqi va ichki fitosanitar sertifikatlar rasmiylashtiruvi to'liq elektron tizimda olib boriladi. Bu esa korrupsiyani oldini olishga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Korrupsiyaning oldini olish bo'yicha xodimlar o'rtasida tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Hozirgi kunda boshqarma kadrlarni ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish bo'yicha elektron tizim orqali ish olib borib kelinmoqda. Bu o'z o'rnida ish beruvchi o'z manfaatlarini ustun qo'yib, qarindosh urug'chilik qilishga yo'l qo'ymaydi. Shuningdek, barcha xizmat ko'rsatishlar elektron tarzda birja orqali amalga oshirilib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.